bilan birga 13-qishloqqa ko'chib keldim. Nimaga deganda oldingi qishlog'imdan haydaldim, chunki ba'zi mojarolar bo'ldi qishloqdagilar bilan. Hozir sizlar bilan birga 13-qishloqdamiz, Kampotning qishlog'i. Qani ketdik. Ba'zi ekinlar yig'ishtirib olamiz. Bag'ib qoldim. Ekinlar yig'ishtirishga vaqti kelmabdi, biroz daraxt chopib kelamiz. Hozir toporda olamiz. Qani ketdi do'stlar. Eshikka bag'ib qoldim deyman. Keyin 13-qishloqda biroz aylanamiz. Hozir biroz daraxt yig'ib kelsak, hali endi baribir kerak bo'ladi pechka yoqishga, ba'zi narsalar tayyorlashga. Mayli. Keyinroq daraxt chopib kelamiz. Hozir video olyapman. Play endi sizlar bilan birga. Endi har kuni videolar chiqadi. Biroz vaqt videolar chiqarmay qo'ydim. Ba'zi bir sabablarga ko'ra oldin qishloqlar ko'ramiz. Mana bitta uy, mana bu yerlarda ekin joy, mana men yaqinda sotib oldim. Siz bolalar sizlar ham ko'ryapsizlar, mana buni qaranglar. Almazmi? Almaz blok. Qani kavlab ko'ramizmi? Hech kim yo'qmi bu yerda? Qarayaptimi hech kim? Nima bu yer? Bunkermi bu yer? Do'stlar, bu yer bunker. Bolalar bu yerda bunkerni qaranglar. Almazlar qaranglar. Bu endi ancha vaqtga menga yetadigan pul-ku bu yerda. Nima qilsam ekan? Do'stlar, hozir shu bunkerda nima qilsak bo'ladi? Bunkerdagi almazlardan olamiz biroz. Keyin yana bir kelib ketamiz. Do'stlar, biz hozir bu yerda bunker topib oldik. Bu ancha-muncha emas, bu yerdan bunker topisham. Bu yerda qaranglar, qishloqlar yuribdi. Sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Voy! Bu qishloqda hali ta'mirlaydigan joylar bor ekan, anchagina. Mana bu yerlarda qishloqlarning uyi bor. Yer to'lami? Voy do'stlar, bu yerda qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Bu qishloqlarda sanoatlari ko'p. Bu yerda hali ko'p ishlar qilamiz. Qishloqda hali. Ana bu yerda ham uylar bor ekan. Bildirmasdan kiramizmi? Dom Castilla. Bolalar bu yerda ham anchagina birovning narsalariga tegmaymiz. Asta chiqib ketamiz. Do'stlar, videomiz shulardan iborat edi, lekin bunker topib olganimiz ancha qiziq bo'ldi. Bu bunkerda hali ishlar ko'p, bu hali qishloqda sirli narsalar juda ko'p bo'lsa kerak. Hali qishloqlar aytishicha bu yerda hali o'rmonlarda ham biroz maxluqlar ham bor ekan deb eshityapman. Bu hali maxluqlarga ham qarshi urushamiz, ko'p videolar bo'ladi. Xayr, sog' bo'ling, sizlar bilan birga Foul Play bo'ldi.